Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, hayo manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Iymonning eng oliy darajasi la ilaha illalloh. Allohni yakkalash, tavhid. Bu borliqda birodarlar, faqatgina Alloh taoloning xohishi voqea bo'ladi, sodir bo'ladi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga iloh yo'qning ma'nosi shu. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bas u narsa voqea bo'ldi va nimani xohlamagan bo'lsa, voqea bo'lmadi. Mana shu narsaga e'tiqod qilishlik iymonning eng oliy darajasi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan ilmning cho'qqisi, nihoyasi bu tavhid, la ilaha illalloh. Agar birodar senda mana shu ilm bo'lsa, tavhid bo'lsa, haqiqiy ma'noda tushunib yetsang la ilaha illallohning ma'nosini, la ilaha illallohning ma'nosini tushunib anglab yetsang, mushkulalaringning hammasi hal bo'ladi. Qanday qilib? Chunki aytdik, la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh xohlagan narsa bo'ldi, xohlamagan narsa bo'lmadi. Buni bu yog'iga ham Alloh xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Demak, seni ustingda bo'ladigan har qanday yaxshi yomon ish Alloh taoloning qo'lida. Senga nima musibat kelsa ustingga, bu qilgan gunohing sababli keladi. Agar sen la ilaha illallohni tushunib, Allohga osiy bo'lishidan qo'rqsang va Allohga osiy bo'lmasang, demak mushkulalaringning hammasi hal bo'ldi. Chunki ustingda qanaqa muammo, qanaqa mushkula, qanaqa bir problema bo'lmasin, bularning hammasini aslida gunoh yotadi. Chunki Alloh taolo aytayapti, astagfirullah, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelmasin deyapti Alloh taolo. U molingga kelgan musibatmi, sog'lig'ingga kelgan musibatmi, hurmatingga kelgan musibatmi, oilaviymi, iqtisodiymi, ijtimoiymi, qanaqa muammo bor bo'lmasin, deyapti Alloh taolo, bima kasabat aydikum. O'zingizlar qilgan gunoh tufayli keladi, deyapti. Shuncha aytyapmiz-da, la ilaha illallohni tushunsang haqiqiy ma'noda, faqat Allohning xohishi bo'lishini bilsang, gunoh qilgani uyalasan, hayo qilasan. Gunoh qilmayapsanmi? Gunohdan o'zingni ehtiyot qilyapsanmi? Demak, muammo qolmaydi ustingda. Haqiqiy hayoli odam kim? Allohdan hayo qilgan odam. Allohdan kim hayo qilayotgan bo'ladi? Gunohlardan o'zini tiyayotgan odam. Kechagi darsimizda aytdik. Yuzingizga qaramaydi, uyatchang, yerga qarab turadi, hayoli, yuzlari qizarib ketadi, sal bir nojo'ya gapni eshitsa bir xijolat bo'lib ketadi-yu, katta gunohni bir chekada qilib qo'yaveradi. U odamlar o'ylayotgan hayo emas, biz aytayotgan hayo. Haqiqiy hayo Allohdan qilingan hayo. Haqiqiy hayoli odam hech kim ko'rmayotgan joyda ham Allohdan hayo qilib, gunohdan o'zini tiyadi. Mana shu hayoni gapiryapmiz biz. Ana g'arbni qarang, eslik hammasi, odoblik, zo'r, kulishadi, bir chiroyli muomala qilishadi. Ha, ana shu katta shaharlarning bittasida juda bir katta rayonda svet o'chib qoluvdi. Kameralar, nablidenelar o'chuvdi, ko'ring bo'ladi asl basharasini. Ularning odobliligi, birodar haqqidan qo'rqishi, o'g'illik qilmasligi bari kameradan qo'rqib edi. Mana kamera o'chgandan keyinmi qo'liga kirgan narsani shu supermarketdan talon-taroj qilishdi. Endi Allohdan haqiqiy hayo qilgan odam nima qiladi? Svet o'chib qoladimi? O'chmaydimi? U hayoli odam. Tushunarliga biz xas hayoda gapiryapmiz. Demak, Allohni agar yakkalasang, haqiqiy muvahhid bo'ladigan bo'lsang, mushkulalaring qolmaydi. Chunki seni aloqang, muomalang faqatgina bir tomon bilan bo'ladi. Kim bilan bo'ladi? Alloh bilan. Allohni nima deyishi, Alloh sen haqingda qanday fikrda, qanday ra'yda bo'lishligi senga qiziq. Odamlarning ra'yi qiziq emas.
sen haqingda Alloh taolo nima deyish qiziq bo'lib qoladi. Demak, mushkuling hal bo'ldi. Hamma yuzlarni bir chekkaga surib, bitta yuz uchun ishlagin, u yuzning egasi qolgan yuzlarni rozi qilib qo'yadi. Hamma mushkula, muammolarni bir chekkaga surib turib, bitta g'am, bitta mushkulani bo'yningga olgin. Hamma g'amni chekkaga surib, bitta g'amni zimmangga olgin, Allohni rozi qilishlik g'amini. Qolgan g'amlaringga Alloh o'zi kifoya qiladi. Agar hamma ishingni Allohning o'zi bilan bitirishni o'rganib oladigan bo'lsang, sen haqiqiy rohatni topasan, birodar. Chunki mana shu gaplarimizni xulosasi, xulosatul kalom, la ilaha illalloh degin. Allohni yakkalagin. Muvahhid bo'l. Odamlarning ko'pchiligi, mana musulmonlarning ko'pchiligi kalimani aytadi. Musulmonlarning orasida mana shu kalimani aytib turib ham o'zi bilgan, bilmagan holda yashirin, maxfiy shirkka kirib qoladi. O'zi la ilaha illalloh degan, namoz o'qiydi, o'zini muvahhid biladi, ammo o'zi bilmasdan yashirin, maxfiy shirkka kirib qoladi. Nima bu? Astagfirullah. Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollarida yana iymon keltirurlar. Ya'ni o'zi bilmagan holda shirk keltirib qo'yadi. Bu yerdagi ochiq shirk emas, bu maxfiy shirk deyilyapti. Demak, birodarlar, iymon bu e'tiqod, aqida. Iymon bu sulukiyat, axloq, odob, muomala. Iymon bu go'zal xulq. Hatto mana shu yerda odamlarga aziyat yetkazadigan toshmidi, tikonmidi, shishamidi, shuni bir chekkaga surib qo'yishlik ham iymonning ko'rinishlardan bittasi. Chunki aytdik-ku, iymon bu sulukiyat, yurish-turish, xatti-harakat. Mashina minayotganimizda ham iymonimiz esimizda tursin. Mashinani parkovat qilayotganimiz paytimizda ham iymonimiz esimizda tursin. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham qo'yib ketavermaylik. Odamlarga xalaqit qiladigan joyga mashinani. Kimdan uyalaylik? Kimdan uyalaylik? Yangisini aytib beraman, kechagi bo'lganini. Filarmoniyadan kelyapmiz, probka bo'lib ketyapmiz endi. Bilasizlar filarmoniya yo'lini. Bitta Matiz qisilib yurib, chekadan changitib kelyapti. Hech kimdan Allohdan uyalmayapti. Qisib kelyapti. Men sal chiqibroq oldim, Mati. To'sib qo'ydim. O'tib turib, shunday yonboshiga chiqib turib, menga do'qimoqchi bo'ldimi deb qaradi, tanib qoldi, domla ekanman. Assalomu alaykum dedi. Bo'ldi, qaytib hech kimni afg'on qilmadi. Mendan uyaldi. Men qo'limda hech narsa yo'q bo'lmasa. O'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat odamdan uyaldi, ungacha Allohdan uyalmayotdi. Endi shoshilayotgan bo'lishi mumkin, domla o'tkazib olmadingizmi desangiz, keyin shaytevani bu yoqqa o'tganidan keyin indamay orqamda ketdi. Agar shoshilish bo'lsa o'tib ketsa bo'ladi, ikkita polasa edi bu yerda yangi asfalt. Har bittamiz ustimizda bor shu narsa. Hurmatli, obro'li odamni ko'rgan paytda xijolat o'tib ketamiz, edi, ro'n yuramiz. Allohdan hayo qilishliging to'g'ri emasmidi undan burun? Tanish manzarami? Allohdan uyalishlikka haqli emasmidi shu ukamiz? Bu hayotga bog'layapmiz, e'tibor beryapsizlarmi? Agar siz muvahhid bo'lib, Allohni yakkalab, Allohdan hayo qilsangiz, gunoh qilmay qo'yasiz. Gunoh qilmay qo'ydingizmi, ishlaringiz tekis bo'ladi, hammasi. Iqtisodingiz ham zo'r bo'ladi, siyosatingiz ham zo'r bo'ladi, oiladagi munosabatlaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Hamma muammolarimizning ildizi Allohdan hayo qilmaganligimiz. Tekshirib ko'ringlar. O'sha bolamiz betarbiya bo'lib anqatyaptimi? To'yg'izdimi? Demak, qayerdadir biz o'zimiz xato ketganmiz. Yo ota-onamizni biz ham anqatganmiz. Yo unga olib kelib berayotgan luqmamizda gumon shubha bo'lgan. Ishonaveringlar, besabab mashina to'xtab qolmaydi-da, shap o'chib qolmaydi mashina. Demak, ichida bir muammo bor. O'shuning uchun bolalar bilan urushavermanglar. Qanday bola kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchining bolasiga o'xshamaysan demanglar. Yana qaytarib aytamiz, hayotimizda qanaqa muammo bo'lsa, biz Allohdan hayo qilmaganimiz uchun, gunohdan o'zimizni tiymaganimiz uchun bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi mavzuni? Allohdan uyaling. Yana hayo haqida.
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Buxoriy va Muslimdan. Bu sahoba aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayosi. Mana hayo haqida gapirganda hayoli insonlarning ustozi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Har bittamizda qaysidir darajada hayo bor. Hatto ko'chada so'kinib baqir-chaqir qilib, behayolik qilib yurgan erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ota-onasini, oila a'zolarini orasiga kirganda hayo bilan turadi. Hayo borda insonda tabiatida qaysidir darajada. Mana eng hayoli zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallammi? U kishining hayosi qaysi darajada edi? Qaysi darajada bo'lgan? Sahoba aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayosi nikoh kechasi to'shagida yotgan qizning hayosidan ko'ra qattiqroq edi. Agar u zot deydi bu sahoba, bir narsani yoqtirmasalar, yoqtirmagan narsani ko'rsalar, biz buni u zotning yuzidan bilib borar edik. Shu darajada hayoli bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana bizga ibrat kim? Hozirgi davrda aksincha ana shu behayo bo'lishlik ilgari suriladi. Behayo inson so'zi xunuk bo'ladi, qo'pol bo'ladi, dag'al bo'ladi, sulukiyati yomon bo'ladi. Bunaqa behayo odamlar odamlarni xijolatga qo'yishlikni yaxshi ko'radi. Bora har bir ulfatlarning ichida, jo'ralarning ichida bitta yarimta odam bo'ladi, imkon boricha birodusdan kulib oladi. Bir pasda masxara qilib qo'yadi. Xijolat qilishlikdan o'zi huzur oladi. Bora bor, o'sha palonchi. Lekin o'sha palonchi ham o'zini shunaqa deb bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tuhammirul wujuh." Yuzlarni qizartirmanglar. Ya'ni odamlarning yuzlarini xijolatga qo'yib qizartirmanglar. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mo'min odam birovni xijolatga qo'ymaydi. Agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitdik. Odamlarni yuzlarini qizartirmanglar deyaptilar, xijolatga qo'ymanglar deyaptilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi qanday yo'l tutganlar shunday holatda. Bir to'p sahobalar bilan Rasululloh o'tirib tuya go'sht yedilar. Shu o'tirganlardan bittasidan yel chiqib ketdi. Ovozi chiqdi. Endi boyaga yel chiqqan odamni xijolatdan endi holi tayin. Odamlar bilmayapti kimdan chiqqanini. Hammasi turib namoz o'qishlik kerak, asr o'qishlik kerak. Hozir shu yel chiqargan odam turib tahorat qilsa, bilinib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'ryapsizmi? Odamlarni xijolatdan chiqarishlikka bo'lgan harisligini. Aytdilarki: "Kullu man akala lahma jazur falyatawadda." Tuya go'shtini yeganlar turib tahorat qilsin dedilar. Sahobalar hammamiz yedik ya Rasululloh deganida kullukum falyatawadda. Hammanglar tahorat qilinglar dedilar. Hammalari turib tahorat qilishdi. Bu zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamda indamasalar ham bo'laveradi. Xijolatdan chiqarib qo'yaptilar. O'zi xijolat qilishlik emas, o'zi odamlarni noqulay holatga qo'yish emas. Noqulay holatga kirib qolgan odamni chiqarib qo'yaptilar. Hamma turib tahorat qildi, demak hech kim bilmay qoldi kimdan yel chiqqanini. Aytyapmiz-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayosi nikoh kechasi o'zini to'shagida yotgan qizdan ko'ra qattiqroq edi hayosi. Agar bir narsa yoqmasa u zotga nima qilardilar? Yuzlaridagi holatdan sahobalar bilishib olar edi. Payg'ambarimizga yoqmadi bu narsa deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwa idza lam tastahi faf'al ma shi'ta." Avvalgi payg'ambarlardan dedilar Rasululloh. Avvalgi payg'ambarlardan odamlarga yetib kelgan gap shuki, agar hayo qilmasang, bilganingni qil. Demak, hamma payg'ambar shu gapni bir xil aytib kelgan. Uyalmasang, bilganingni qil.
Bu hadisni bir qancha ta'villari bor. Bittasi. Birinchisi, agar qilayotgan ishing odamlar uni ko'rsa, hijolat bo'lmaysanmi? Demak, qilaver, muboh ish ekan. Masalan, katta bir mansabdor odamsan yoki bir katta olimsan. Ko'chaga chiqib, o'sha magazindan mayda-shudani qilib ketyapsan. Shu ishingdan uyalmaysanmi? Yo'q, muboh ish, demak qilaver. Odamlarning ko'zida bu ish bilan hijolatga qolmaysanmi? Qilaver. Lekin bu ta'villarning zaifi. Lekin ulamolarning orasida mashhur bo'lgan, quvvatliroq bo'lgan ta'vil shuki, agar sen hayo degan narsani unutib qo'ygan bo'lsang, bilgan ishingni qil. Behayo bo'lib qoldingmi? Demak, sen odob va axloq maqomlarida mahrum bo'lib qolsan. Endi bilganingni qilaver. Bu tahdid. Bu tahdid. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.